80 yildan so'ng xalifa Umar ibn Abdulaziz davriga kelib, Hujra-i Saodatning shifti butkul qabr ustiga qulab tushadi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh Madina valisi bo'lgan payti Oysha onamizga tegishli bo'lgan xonani ko'chirib tashlab, xonaning tashqi qismini qaytadan qurdirib ta'mirlatadi. So'ngra hujra atrofiga to'rtburchak shaklidagi devor yotqiziladi. Ushbu devor hujra ichidagi qabrlarni to'rt tarafdan o'rab turar edi. Bu devorning ajralib turuvchi jihatlaridan biri. Uning zich holda qurilgan edi. Ya'ni hech kim muborak qabr yoniga yetib bora olmasdi. Shuningdek, Umar ibn Abdulaziz xalifalik davrida ushbu to'rtburchak shaklida yotqizilgan devor ustiga shift quriladi. Keyinchalik Umar ibn Abdulaziz xalifalik davridan so'ng muborak qabr atrofidagi barcha xonalar olib tashlanadi va ichki devor ustidan 5 burchakli boshqa bir devor yotqiziladi. Devorning 5 burchak qilinishiga sabab Ka'bai sharifga o'xshab qolmasligi uchun edi. Bu bilan insonlarning Madinada ham tavof qilishi mumkin deb o'ylab qolishlarining oldi olindi. Bundan qariyb 500 yildan ko'proq vaqt o'tib, Mamlukiylar davlati davrida Sulton Muhammad ibn Qalovun as-Solihiy taxtadan yasalgan kichik gumbazni ichkaridagi ilk devor ustiga qurdiradi. Bu qurilgan kichik gumbaz yog'ingarchilikdan hosil bo'lgan suvlarni qaytarishga yordam berar edi. Shuningdek, mamlukiylar 5 burchakli devor tashqarisidan mana shunday shakldagi himoyalovchi ustunni quradilar. Sirtiga la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh kalimasi yozilgan ushbu parda hozirgi kunda bizga tashqaridan ko'rinib turadi. So'ng mamlukiylar hukmronligi davrida Sulton Ashraf Qayitboy taxtadan 3-devorni qurib, bu devordan eshiklar ochadi. Avvallari insonlar bu eshiklardan ichkariga kirib, ichkarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytar edilar. Keyinchalik Saudiya hukmronligi davriga kelib, tashqaridan binoni butkul yangilash ishlari olib borilib, ichkaridan esa 2-devordan boshqa barcha qismlar yangilandi. Bu esa hozirgi kundagi Masjid-i Nabaviyga kelgan ziyoratchilar ko'radigan Hujra-i Saodatning ko'rinishidir. Ziyoratga kelganlar binoning shu old qismidan o'tadilar va aynan mana shu yerdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytadilar. Ko'rib turganingizdek, kelgan ziyoratchi ichkaridagi muborak pardani ko'ra oladi. Ko'pchilik ziyoratchilar mana shu pardani ko'rib, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak qabrlari deb o'ylashadi. Bu esa xato, chunki inson na tanasi bilan muborak Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qabrlariga yetadi va na uni ko'zlari bilan ko'ra oladi. Keyinchalik asosiy shiftning ustiga yashil gumbaz quriladi. Ushbu gumbaz ostidagi barcha narsani to'lig'icha yopib turadi. Taxtadan yasalgan kichik gumbaz esa hali hanuz katta gumbaz ostida saqlanib turibdi.